Premyer Liganing o'yiniga tushish necha pulga tushadi? Qani ko'ramiz. Bugun Angliya Premyer Ligasi o'yini West Ham Fulham o'yiniga tushdim. West Ham stadioni London Stadium deb nomlanar ekan. Stadionning oldida har xil ichimliklar va yeguliklar sotishayotgan ekan. West Ham magaziniga ham kirib ko'rdim. Juda katta va assortiment ko'p ekan. Mana stadionga ham keldim. Bir baho bering stadionga. O'yinchilar ham razminka qilishdi va keyin chiroqlar shousi boshlandi. Atmosfera dahshat, lekin ingliz muxlislari bilan futbol ko'rish bu boshqa daraja. O'zingiz bir his qilib ko'ring. Ikkala jamoada ham bir qancha yulduzlar bor ekan. Qani o'yinni boshladik bo'lmasam. West Ham birinchi golini hisoblashmadi, lekin ko'p vaqt o'tmay yana gol urildi. Keyin 2-0 ga hisob o'zgardi. Fulham ham bo'sh kelmadi va gol urdi. Rosa harakat qilishdi Fulham comeback qilishga, lekin paketi gol urib qo'ydi. Fulhamga hatto Adama Traore ham yordam bera olmadi. Natijada o'yin 3-2 hisobi bilan West Ham foydasiga yakunlandi. Aytgancha, bilet narxi esa 11 funt bo'ldi. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.